Hammaga assalomu alaykum. Soqi-xabchilar qanaysizlar, zo'rmisizlar? Bo'tdim ishlar. Bugun sizlar bilan ajoyib bitta narsa haqida gaplashamiz. Ya'ni martingale strategiyasi. Ko'pchilik bu strategiyani noto'g'ri ishlatadi, shuning uchun ham hamma pulini silib qo'yadi, afsuski. Va umid qilamanki, bu video sizlarga foydali bo'ladi. O'rganasizlar qanday qilib ishlatishni va albatta foydali ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Demak, bolalar birinchi qiladigan ishimiz har doimgidek support hamda resistance zonalarini aniqlab olish. Demak, bu safar ramkadan foydalanaman. Xo'sh, narx mana shu joydan support zonaga tushib, tepaga ko'tarilgan. Shu yergacha yetkazib qo'ysam bo'ldi. Normalniy bo'ldi. Bolalar qaranglar, demak, analiz uchun bizda hozir unchalik ko'p strategiyalar kerak emas. Demak, aynan mana shu joyga ham bitta gorizontal liniya qo'yib yuboraman, chunki demak, birinchi boshidagi sapir joyni o'ynab bergan ekan aynan mana shu hudud. Bo'ldi, deyarli hammasi tayyor. Vaqtni xo'sh kichraytirib yuboramiz. Bu yoqdan ham 10 sekund. Va hammasi tayyor trade qilishimiz uchun. Ko'ryapsizlar, nima vaziyat bizda? Tepaga ko'tarilish vaziyati, ketdi tepaga. Bitta $100 izdelka. Endi qaranglar bolalar, martingale strategiyasi o'zi nima edi bizga? Bizga nima uchun kerak edi va bu strategiya qanaqa ishlanardi? Ya'ni umumiy balansimizni, общий depozitimizni, balansimizda necha pul bo'lsa, o'shani 1% yoki 5% orasidagi summani har bitta izdelkaga qo'yish. Bo'ldi. Mana shu bizda martingale strategiyasi edi. Demak, hozir menda balansimda $11,000 atrofida pulim bor va men $100 ni izdelkaga qo'yib risk qilyapman. Bu demak 1% chiqmaydi, где-то 0.86, xullas shunaqa prosentlar atrofida chiqadi, chunki tak, yaxshi bizga pastga ketyapti. Shu joydan demak qaranglar. Nima qilamiz martingale strategiyasida? Minus bo'tgan joyda shunday olamiz, 2 barobarga ko'paytiramiz va shu yo'nalishda dalshi сделка ochamiz. Chotki. Ya'ni bu bizga nima qilib beradi? Agar hozir biz $100lik сделкamizni minusda yopadigan bo'lsak, bizda nima bu $200lik сделкamiz plusda yopiladigan taqdirda bizda общий $160 foyda qilamiz. O'sha $160 foyda bilan haligi $100 ni oldinga yo'qotgan $100 qoplaydigan bo'lsak, $60 o'zimizga sof foyda qoladi. Ya'ni $200 bilan 2 martaga ko'paytirgan bilan biz oldingi minusimizni qoplayapmiz va yonimizga yana $60 foyda qolyapti. Bu juda ham ajoyib narsa. Yaxshi, zo'r, ikkalasini ham plyus yopdik, ajoyib. Xo'p, javonaqa murakkab indikator bir balola ishlatib o'tirmayman. Shunchaki сделкаlar ochib, martingale o'zini ko'rsatmoqchiman xolos. Dalshi tepaga. Xo'sh, qayerda to'xtagandik martingale haqida? Demak, minus bo'lgandan keyin 2 barobarga ko'paytiramiz va qo'yamiz. Bo'ldi. Ko'p kishi demak aynan martingale strategiyasini noto'g'ri ishlatadi. Ya'ni ular даже noto'g'ri tatbiq qilishadi. Ular o'ylashadi, shu bu strategiya bilan silib qilib yuborish ehtimoli katta. Ammo lekin unaqa emas, bolalar, qaranglar. Martingale strategiyasini agar to'g'ri ishlatsangiz, to'g'ri strategiya bilan ishlatsangiz, yana nima demoqchiman? Qaranglar. Martingale strategiyasini ishlatayotgan paytingizda sizda masalan o'rtacha 1% yoki 2% bilan ishlayotgan paytingizda 6 ta yoki 7 ta urinish bo'ladi. Masalan, deylik, depozitingizni общий deylik $10,000, как bizani случайda o'z ko'rayotgan bo'lsa, $10,000 qilib oladigan bo'lsak, o'sha $10,000 ni har сделкада $100dan 1% ni ochib kelyapmizmi va bizda nechta urinish bor? Agar hammasini yo'qotib 2 barobarga ko'paytirib yana yo'qotib kelaversak, nechta urinishimiz bor to полный sливga uchragunimizcha. Hisoblaylik-da, davay. Bizani demak $100 ketdi 200, 200 ketdi 400. Tak, 400 dan ketdi dalshi 800, 800 dan 1600, 1600 dan 3200, 3200 dan 6400. Bo'ldi, 3200 da to'xtaydi. Balki agar sal kamroq qilib ishlatsanglar 6400, maksimum 7 ta urinishgacha yetar ekan. Endi qaranglar, ketma-ket siz agar martingale strategiyasini ishlatib, полный depozitingizni sliv qilishingiz uchun siz ketma-ket 7 ta сделкani minusda yopishingiz kerak ekan.
tak biz hozir bitta minusga yopdik va birato'la 500 ta qo'yib yubordik. Ikkita hozir minusga ketdi ko'rgan bo'lsanglar, bitta 100, bitta 200 ketdi va endi 500 ni qo'ydim birato'la. 400 qo'yib o'tirmadim. Вот, sizlar pulni tak 7 ta сделканgizni minusda ketma-ket yopishingiz kerak, чтобы полный depozitingizni sliv qilishingiz uchun. Lekin agar to'g'ri, normalniy trend bo'yicha yaxshi bir aqlni ishlatib trade qilayotgan bo'lsanglar, bolalar 7 marta ketma-ket minus qilishning imkoni yo'q. Binariumda imkoni yo'q. To'g'risini aytaman, taxmin qilib bo'lsa ham hech bo'lmasa как to'g'ri topishning iloji bor-da. Unaqa 7 marta ketma-ket minus qilmaydi. Aynan shu uchun ham bolalar, agar martingale strategiyasi juda ham zo'r, juda ham kuchli strategiya hisoblanadi. Mana ko'rdinglar, plyusda yopyapmiz. Hozir plyusda yopib biz oldingi $100 ni ham qopladik, $200 ni ham qopladik va yana plyus o'zimizga pul qoldi. $100 pul qoldi-da. $400 umumiy foyda bo'lsa, $300 ani minus qilganimiz, $100 yana plyus qoldi. Ko'ryapsizlarmi? Qanchalik darajada zo'r strategiya bu, agar to'g'ri ishlatishni bilsanglar. Вообще kayf bu, ishoninglar. Dalshi davay zelka ochamiz. Menimcha bugun nima demoqchi bo'lganimni tushundinglar. Aynan mana shu martingale strategiyasini ishlatayotgan paytda sizlar nomer 1 qilishingiz kerak bo'lgan narsa depozitinglarni to'g'ri taqsimlash, ya'ni 1 hamda 5% orasidagi summani qo'yish. 20-30% ni qo'ymanglar, chunki sizlarga haligi yetib olish uchun kam pul qolgan bo'ladi. Masalan, deylik, depozitinglarni 20% ni qo'ydinglar, $100 bor depozitda, $20 qo'ydinglar, minus qildinglar. Uj birdaniga $40 kiritishlar kerak. Uni ham agar mabodo minus qilib qo'ysanglar, o'sha $80 ga sizlarda imkoni yo'q. O'shani o'sha $40 ni o'zini qo'yishinglar kerak. O'shanda ham balansingizda 0 qoladi agar minus qilsanglar. Bu o'sha 3 ta urinishda sprem sliv qilyapsiz. Lekin to'g'ri holatda 1 yoki 5% orasidan ishlasangiz, o'rtachasida 6 ta 7 ta demak urinish bo'ladi сделка ochishga va o'shani plyusga yopishga. Masalan, ketma-ket 6 ta сделкani minusda yopib olib, oxirgi bittasini plyusda yopsangiz ham oldinga hamma plyusni qaytarib olib keladi. Вообще zo'r narsa-da bu. Tasavvur qiling, 6 ta yoki 5 ta ketma-ket minusda сделка yopdingiz, bitta yana ochyapsiz. Hamma oldinga qo'ygan plyusni qaytarib beryapti. Va bu masalan ketma-ket 6 ta 7 ta сделкani minusda yopish, bu to'g'risi normal holat emas odatda. To'g'ri strategiya bilan ishlayotgan bo'lsangiz, unaqa bo'lmaydi. Xullas shunaqa gaplar. Demak, bu $100lik bitimimiz bizada minus yopiladiganga o'xshabdi va biz nima qilamiz? $200 qo'yamiz. Так, dальше tepaga. Demak, bola ko'ryapsizlar, ketma-ket o'sha 3-сделкani ham minusda yopishga tayyorlanyapmiz. 100 ketdi, 200 ketdi, 500 ham agar ketadigan bo'lsa bizada. Xo'sh. Davay $1600 keyingi сделкani ochamiz. Martingale strategiyasini real ishlashi.
hozir men o'zi qoida bo'yicha $1000 qo'shim kerak edi, lekin uverman shu joydan normalniy rezultatga ketishiga. 1200 ketdi. То есть 1600 da. Bola ko'rishinglar mumkin. Plusda yopdik. Da, yaxshi, zo'r. Demak, umumiy treydimiz anchagina plusda yopilibdi. $1000 dan ziyod pul ishladik. Shu 15-20 daqiqaning ichida. Demak, bolalar, men shu yergacha o'zi gapirib bermoqchi edim sizlarga bugun. Umid qilamanki, foydali bo'ldi sizlarga. Boshqa kontentlarni kuzatib boringlar. Martingale strategiyasini to'g'ri ishlatinglar. Normalniy foyda qilasizlar. Bo'lib ko'ryapsizlar, istoriyamiz chotki. Zo'r. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ehtiyot bo'linglar.